O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi madhiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan yurtimiz bo'ylab bayram tadbirlari davom etmoqda. Xususan, respublika imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikumda o'tgan uchrashuv ham davlat ramzlarining taraqqiyotimizdagi o'rni hamda demokratik jamiyat barpo etishdagi ahamiyatiga bag'ishlandi. Hozir shu haqida. Mazkur ta'lim muassasasida hozirda 500 nafardan ortiq maxsus ta'lim va e'tiborga muhtoj o'quvchilar ilm olishmoqda. Qomusimizning 33 yilligi, shuningdek 10 dekabr O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan tashkil etilgan bayram tadbirida 200 nafardan ortiq o'quvchilar qatnashdi. Uchrashuv avvalida ishtirokchilarga Konstitutsiya kunining tarixiy mazmuni, uning davlat va jamiyat hayotida tutgan ahamiyatiga oid qimmatli ma'lumotlar videoroliklar orqali ko'rgazmali usullarda taqdim etildi. Shundan so'ng ishtirokchilar jamoalarga bo'lingan holda qonun ustuvorligi, huquq va erkinliklar kabi mavzularda o'zaro bellashib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Bizda ta'lim muassasasida har bir tadbir alohida nishonlanadi, har bir bayram sanasi alohida nishonlanadi. Bundan o'quvchilarimiz juda ham minnatdor. O'tgan yilgiga nisbatan ham bu yil juda ham o'quvchilarimiz faol, chunki ular aynan o'zini huquqlarini bilishga qiziqishadi. Konstitutsiyadagi barcha moddalarni yod olishdi. Mana shu tadbirda ko'rik tanlov shaklida o'tkazganligimiz uchun guruhlar jamoa bo'lib tayyorgarlik ko'rishdi. Albatta qonunlarni bilish, o'zini huquqlarini bilishga, kelajakda uni o'rinli foydalanishda juda ham ahamiyatga ega. Shu tadbirda men ham qatnashdim. Jamoamizni sardori sifatida men moddalardan 50 tasini yodlagandim. Ulardan 4-5 tasi tushdi. Oxirida do'stlik g'alaba qozondi. Bellashuv ishtirokchilarini tabriklayman. Ustozlarimizga rahmat aytaman avvalo. Shunaqa tadbirlarni tayyorlagani uchun. Bunaqa tadbirlar ko'p bo'lsin. Shuningdek, uchrashuv davomida o'quvchilar tomonidan tayyorlangan turli sahna ko'rinishlar ham namoyish etilib, yig'ilganlarga yaxshi kayfiyat ulashildi. Aytish joiz, Konstitutsiya yoshlarni erkin fikrlaydigan ma'naviy yetuk, vatanga sodiq insonlar bo'lib voyaga yetishlari uchun huquqiy asos yaratadi. Mana shunday uchrashuvlar esa ularning bu boradagi bilimlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.